Keyingi she'riy san'atimiz bu 2025-yildan boshlab barcha ustozlarimizning qo'llanmalariga dars usullarining ichiga kirgizilgan, dars o'tish tartiblarining ichiga kiritilgan she'riy san'at hisoblanadi. Sababi esa juda ham oddiy. Apostrofa she'riy san'ati haqida ko'pchilik dars o'tmagan edi. Lekin o'sha 2025-yildan boshlab milliy sertifikat imtihonlarida apostrofa san'ati ham so'ralish boshlandi. Shundan keyin albatta talab bo'lgandan keyin talabga yarasha harakat ham bo'ladi. Apostrofa she'riy san'ati bu tabiatdagi jonsiz narsaga murojaat qilish. Tabiatda joni bo'lmagan narsaga murojaat qilish bu apostrofa deyiladi. Mana shu xususiyatdan, ya'ni boya men nido san'ati haqida ma'lumot berganimda jonli narsaga murojaat qilish deb ta'kidlaganman. Mana ko'rib turibsizki, jonsiz narsaga murojaat qilish nido emas, apostrofa san'ati hisoblanadi. Va apostrofa san'atiga misollarni ko'rishimiz mumkin. Ey Sabo, holim borib sarvi xiromonim g'ayt. Yig'larimning shiddatin gul bargi xandonim g'ayt. Ey Sabo deb jonsiz narsaga murojaat qilyapmiz. Qiroq tog'ida topilsa, qiroq kim? Ey charx, ey osmon, xamir etib yana ul tog'da ko'hkan qilg'ir. Mana shu joyda ey charx, ey Sabo degan murojaatlar bilan apostrofa san'ati shakllanyapti.